Bundan zo'r oshlarni ham yeganmiz, lekin buni nimadir bu o'shansiz bilolmayman hozir. 5 qozonni bilasizlar, bu 10 ta qozon ekan. O'zbek filmidagi chempion osh kelganmiz, mazasini ko'ramiz. Ko'pchilik so'rovda. Bu yerda eng qizig'i samabsizlik ekan. Hamma narsalarni o'zinglar olib, o'zinglar uchun o'zinglar xizmat qilasizlar. Joyi ko'rib turibsizlar, joylar, jaydari, chapari joy. Ko'cha to'la mashina, 10 ta qozon osh. Endi osh mazasini hozir ko'rib bilamiz. Osh yeb ko'rdim, mazasi menga yoqdi. Joyimizni ko'rib turibsizlar, haqiqiy jaydar joy. Osh shirin. Bekordan ham ko'cha to'la mashinamiz ekan. 10 ta qozon bitta ketsa kerak menimcha bu yerda. Bemalol qo'rqmasdan aytaman, oshlik zo'r ekanligi menga yoqdi. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Aniqlab kelsa Telegram kanalida bizani kuzatishni davom etinglar. Yana qayerga boringlar, aytinglar, mana shu joyni ham sizlar aytinglar. To'g'risini aytamiz, ko'pchilik kuzatayotgan bo'lsa, qancha-muncha oshga bordik, endi ko'chada yeb yuribmiz, to'g'risini aytganda. Oshchi boshqa oshlardan misol uchun farqlagan nimadir bor-da. Bundan zo'r oshlarni ham yeganmiz, lekin buni nimadir bu o'shansiz bilolmayman. Hozir atiy chiqib oshpaz akamizdan so'radim, "Oka, nimadir bu o'sha narsani bilolmayman, lekin qanaqadir yo'qotdi o'sha narsa odamga desam, mehr bor" deyaptilar. Akamiz 130 kiloni o'sha mehr berganman ichiga deyaptilar. Qoyil qoldik shu joyga ham lekin.